Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta, mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Shomurodov mag'lubiyatga sababchi bo'lgan Hummels haqida nimalar dedi? Roma Yevropa Ligasi nimchorak final javob uchrashuvida Bilbao'ning Atletik klubi mehmoni bo'lib 2025-yilda ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Aslida rimliklar birinchi uchrashuvda Eldor Shomurodovning goli evaziga 2-1 hisobida g'olib chiqqani bois musobaqani davom ettirish imkoniyati bor edi. Lekin Ispaniyadagi o'yin Claudio Ranieri shogirdlari uchun o'ta omadsiz boshlandi. Tajribali himoyachi Mats Hummels 11-daqiqadayoq maydondan chetlatildi. Nemis futbolchisi avvaliga to'pni raqibga berib qo'ydi va xatosini to'g'rilash maqsadida unga tashlandi. Oqibat qo'pol faol, so'nggi umid, chorasiz va qizil kartochka. Atletik bir kishi kam bo'lib o'ynagan rimliklarni 3-1 hisobida taslim qildi. Eldor Shomurodov 61-daqiqada maydonga tushdi. O'yindan keyin legionerimiz o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. 80 daqiqa 10 kishi bo'lib o'ynash juda qiyin. Atletik kuchli jamoa. Biz borimizni berdik. Bor kuchimiz bilan harakat qildik. Natija uchun afsusdamiz. Muxlislar shu yergacha keldi. Bu futbol va unda hamma xato qiladi. Biz Hummels uchun ham oxirigacha kurashdik. Biroq birinchi bo'limning so'nggi daqiqasida gol o'tkazib yubordik. Bu psixologik jihatdan og'ir zarba bo'ldi. Biz shunda ham oxirigacha kurashdik. Afsuski o'xshamadi. Endi bor e'tiborni chempionat o'yinlariga qaratishimizga to'g'ri keladi. 10 kishi bo'lib ham ko'proq narsani uddalash mumkinmidi? Ha, albatta, hatto 0-1 hisobida yutqazib turganimizda ham gol urish imkoniyatimiz bor edi, biroq maydonda 10 kishi bo'lib qolganingda bu juda qiyin bo'ladi. Hummels uzr so'radimi? Ha, so'radi. Bu futbol, hammamiz ham xato qilamiz. Biz u bilan birdammiz. Bunaqa mag'lubiyatdan keyin hammasini qaytadan boshlash qanaqa bo'larkin? 2 kundan keyin Kalyariga qarshi navbatdagi o'yinimiz bor. Biz Yevropa kuboklariga yo'llanma olishga urinishimiz kerak. Kichkina bo'lsa-da bunga imkoniyatimiz bor. Qo'ldan kelgancha harakat qilishimiz talab etiladi. Biz bir oiladekmiz. Biz hozirgacha nima qilgan bo'lsak, shu ishlarni davom ettirishimiz va oxirigacha kurashishimiz lozim. Hali chempionatda ko'p o'yinlar bor. Natija qanday bo'lishini oxirida ko'ramiz. Eldor Shomurodov joriy mavsum A Seriya, Italiya Kubogi va Yevropa Ligasida jami 27 ta uchrashuvda ishtirok etib, 5 ta gol va 3 ta assist muallifi bo'ldi. Bu samarali natijalardan 2 ta gol va 1 ta assist aynan Yevropa Ligasiga to'g'ri keladi.